Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan svarshik nomer 1 va bu darsimizda tik so'zini ma'nosini sizlarga tushuntirib o'taman. Argon svarkasi deb bilgan svarkamiz o'zi aslida tik svarka deb nomlanadi. Tik svarkani nomi bu aslida qisqartirilgan nomi, lekin tungsten inert gas deb nomlanadi. Ya'ni tungsten tik, ya'ni wolfram so'zini inert gas so'zini anglatadi. Ya'ni tungsten inert gas, wolframda ishlaydigan inert gas, ya'ni wolfram bilan inert gas bir-biri bilan chambarchas bog'liq degani. Qisqartirib tik svarkasi deb nomlanadi. Bu bizni argon svarkasi haqida qisqa ma'lumot edi. Endi argon svarkasi emas, argon svarkasining nomi aslida tik svarka ekanini bilib oldingiz va tik svarkasi ma'nosi nimaligini bilib oldingiz. Tik so'zini ma'nosini yana ham qanaqadirki boshqacha strukturalari yoki boshqacha nomlanishi bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu ma'lumot kimgadir foydali bo'lsa do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Biz sizlarni o'z o'quv markazimizda kutib qolamiz. Sizlar bilan esa svarshik nomer 1 bo'ldi.